Hammaga hello do'stlar, bugun sizlar bilan yosh bloger. Bugun sizlarga Delta Force o'yinini o'ynashni o'rgataman. Sizlar esa menga like, podpiska bosib qo'yasizlar. Buning uchun bizga Happy Mod kerak. Happy Modda o'rnatadi. Buning uchun Google'da o'tkazadi. Happy Mod deb yozsa bo'ladi, chiqadi. Mana Delta Force deb yozsangiz, mana xatga yozishni aytaman. Mana Happy Mod degan joyni bosasizlar. Mana. Nasıl bosasizlar. Keyin shuni bosgandan keyin ana qilasizlar. Nima edi? Delta Force. Ana birinchi. Mana shuni bosinglar bo'ladi. Mana shuni bosgandan keyin mana yuklab olish deganni bosasizlar. Qarang mana. Mana shuni bosasizlar. Bosgandan keyin o'rnatiladi. Ana bo'ldi. Shuni bosgandan keyin mana mashqda o'tkazasizlar, o'rnatiladi. Sotga kirsa anaqa bo'ladi. Sotdan chiqadi, o'rnatilsa ekan. Hozir kutamiz. Agar chiqib ketsalar ham o'tadi. Boshqa o'yin o'ynab tursanglar ham bo'ladi. Mana har xil o'yin o'ynasanglar bo'ladi. Mana buni o'ynaymiz biz. Stitch Quest. Modli mashini ham Happy Mod o'tkazaman-da. Zombi ile oynayacağız. Aman sandık mı? Sandık. Anne oynayacağız. Okay. Go. Bırak yani. Hoppa soltamos. Go. Ya baba. Bir şey ters geliyor hazırca. Ana bo'ldi. Go. Ket. Putin yaraman nafsi. Hayat turqalisam. Ba pulim ko'payarmagan. Menga pul nega kerak o'zi? Pul ko'paymasga. Tezlik. Tezlik. Ana tezlik. Please. Kim keladi men bilan birga bo'l. Birodarlar, hali endi chiqolmasam men modli qilib o'tkazganman-da, bilasizlar. Oppoq so'mtaman bular. Qaranglar. Bitta ma'lum. Go. Jangmi? Jang. Attack. Go. Let's go. Bo'laman. Go. Ketdik. Mana şaka. Yapılı. Ulan şimdi ne bu? Makine. Ne böyle kokamanlar? Birge ne? Bitti renk kesin. Nasıl? Ninja asker. Koşu baktım ne? Libular kokaman. Akhirnya kan udah gitu. Mana? Ya bot sekali.
Botlar yutdingmi? Qani qancha qolibdi ekan? Ko'raylik. O'tibdi. 1 minut tutamiz. Xo'sh, o'tadi. Nom to'ldirish kerak. Ana o'tdi. Endi o'rnatamiz. Oстановка. Hozir o'rnatiladi. Kutamiz. O'tdi. O'rnatildi. Like podpiska bosib qo'yinglar, xo'pmi? Mana o'rnatilgan ko'rasizlar. Like podpiska bosib qo'yishlar, esinglarda chiqmasin.